iyul oyida pensiya olish jadvali qayta ko'rib chiqilgani haqida xabarlar ko'paydi va men bugun aynan shu masalani oddiy, tushunarli va amaliy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir pensioner, pensiya oluvchi ota-onasi bor farzandlar, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladigan oilalar uchun juda muhim. Chunki jadvaldagi bir kunlik o'zgarish ham doriga, kommunal to'lovga, qarzga, bozorlikka yoki bank kartadagi pulni yechishga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga avval pensiya to'lovlari qanday tartibda berilganini, endi iyul oyida nimaga e'tibor berish kerakligini, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa ortiqcha vahima tushmasligi kerakligini aniq misollar bilan tushuntiraman. Agar sizga shunday foydali, xalq uchun kerakli ma'lumotlar kerak bo'lsa, hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Bu orqali men yana ham muhim ogohlantirishlarni sizga tezroq yetkazaman. Men avval eng asosiy savolga javob beraman. Pensiya jadvali qayta yozildi degani nima? Bu pensiya bekor bo'ldi, kamaydi yoki umuman berilmaydi degani emas. Juda ko'p odamlar aynan shu joyda noto'g'ri tushunadi. Jadval o'zgarsa, bu odatda to'lov kuni, yetkazib berish tartibi, bank kartaga tushish vaqti yoki pochta orqali tarqatish ketma-ketligi qayta rejalashtirilganini anglatadi. Ya'ni pulning o'zi yo'qolmaydi, lekin uni qachon va qanday olish masalasida yangilash bo'lishi mumkin. Oldin ko'p hududlarda pensionerlar o'zlariga odat bo'lib qolgan kunda pensiya olishardi. Masalan, kimdir har oyning 5 sanasida, kimdir 8 sanasida, kimdir 12 sanasida, kimdir esa oyning 2 yarmida pochtachi orqali yoki bank kartasi orqali pulni olardi. Odamlar shu kunga qarab reja tuzib qo'yishgan. 5 kuni dori olish, 6 kuni kommunal to'lov qilish, 7 kuni nabiraga yordam berish, 10 kuni bozorlik qilish. Lekin jadval qayta tuzilsa, mana shu odatiy reja siljishi mumkin. Endi nima o'zgargan bo'lishi mumkin? Birinchidan, ayrim hududlarda to'lov kunlari oldinga yoki orqaga surilishi mumkin. Ikkinchidan, bank orqali oladiganlar bilan pochta orqali oladiganlarning kuni bir xil bo'lmasligi mumkin. Uchinchidan, bayram, dam olish kuni bank tizimidagi texnik ishlar yoki mahalliy tarqatish yuklamasi sababli ayrim to'lovlar bosqichma-bosqich amalga oshirilishi mumkin. To'rtinchidan, ayrim pensionerlarning ma'lumotlari aniqlashtirilayotgan bo'lsa, ularga to'lov kechroq tushishi mumkin. Men bu yerda juda muhim narsani alohida aytaman. Agar sizning pensiyangiz 1-2 kun kechiksa, darhol pulim kesildi, meni ro'yxatdan chiqarib yuborishdi, endi bermas ekan deb vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Kechikishning sababi jadval o'zgarishi bo'lishi mumkin, lekin hujjat, karta hisob raqam, yashash manzili yoki tasdiqlash bilan bog'liq muammo ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, pensioner odam o'z huquqini bilishi kerak, lekin har bir xabarni tekshirib, rasmiy manbaga tayangan holda harakat qilish kerak. Endi kimlar bu yangilangan jadvalga ayniqsa e'tibor berish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda, pensiyasini pochta orqali naqd pul shaklida oladiganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki pochta orqali tarqatishda mahalla, ko'cha, uyma-uy yetkazish, pochtachi ish tartibi, dam olish kunlari va hududdagi pensionerlar soni katta ahamiyatga ega. Masalan, bir mahallada 400 nafar pensioner bo'lsa, hammaga bir kunda pul yetkazish amalda qiyin. Shuning uchun jadval qayta tuzilsa, kimdir avval 6 kun olgan bo'lsa, endi 2 yoki 9 kun olishi mumkin. Ikkinchi guruh bank kartasi orqali pensiya oladiganlar. Ko'pchilik karta bo'lsa, pul bir zumda tushadi deb o'ylaydi. Aslida bank tizimida ham to'lovlar reyestr asosida, ya'ni ro'yxat bilan o'tkaziladi. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli organlar to'lov ma'lumotlarini yuboradi. Bank esa ularni kartalarga o'tkazadi. Agar reyestr kechiksa, bankdagi texnik jarayon cho'zilsa yoki sizning kartangiz muddati tugagan bo'lsa, pul vaqtida ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun karta orqali oladiganlar ham faqat telefoniga SMS kelishini kutib o'tirmasdan, ilova, bankomat yoki bank filiali orqali tekshirish kerak. Uchinchi guruh, yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Masalan, fuqaro iyun oyida hujjat topshirib, iyulda birinchi pensiyasini kutayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda jadvaldagi o'zgarish yanada sezilarli bo'ladi. Chunki birinchi to'lovda hujjatlar tekshiriladi, ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar, shaxsiy ma'lumotlar aniqlashtiriladi. Agar biror hujjatda familiya bitta harf bilan farq qilsa, pasportdagi ma'lumot bilan mehnat daftarchasidagi yozuv mos kelmasa, to'lov vaqtincha ushlanib turishi mumkin. 4-guruh nogironlik pensiyasi oladiganlar.
Bu yerda tibbiy xulosa, nogironlik guruhi qayta ko'rik muddati juda muhim. Agar insonning nogironlik muddati iyul oyida tugagan bo'lsa, iyul to'lovi avtomatik davom etmasligi mumkin. U shifokor komissiyasidan o'tishi, tegishli xulosa yangilanishi kerak. Men ko'p uchratgan holat, odam men har oy olardim, nega tushmadi deydi. Tekshirilsa nogironlik muddati tugagan, lekin u buni e'tibordan chetda qoldirgan bo'ladi. Shuning uchun bunday pensionerlar hujjat muddatini albatta tekshirish kerak. 5-guruh boshqa hududga ko'chganlar. Masalan, pensioner Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chdi yoki Farg'onadan Toshkent shahriga farzandining uyiga keldi. Agar yashash manzili o'zgargan bo'lsa, pensiya to'lovini yetkazish hududi ham o'zgarishi mumkin. Buni rasmiy tarzda xabar qilmasangiz, eski manzil bo'yicha jadvalda turishingiz, yangi joyda esa pulni kutib o'tirishingiz mumkin. Natijada pensiyam yo'qoldi degan tushunmovchilik paydo bo'ladi. Keling, bir nechta hayotiy misol bilan tushuntiraman. Masalan, Orut akasi yoshli onaxon har oyning 7 sanasida 1 million 2 ming so'm pensiya oladi. U shu puldan 300 ming so'm dori, 2 ming so'm kommunal to'lov, 4 ming so'm oziq-ovqat. Qolganini esa kundalik xarajatlarga sarflaydi. Iyulda jadval o'zgarib, uning to'lovi 7 emas, 10 sanaga tushsa, bu 3 kunlik farq uning uchun juda katta. Agar u oldindan bilsa, iyun oxirida dori yoki non pulini rejalab qo'yadi. Agar bilmasa, qarz so'rashga majbur bo'ladi. Demak, jadvalni bilish faqat sana masalasi emas, oilaviy byudjet masalasidir. Yana bir misol, 7 yoshli otaxon pensiyasini bank kartasida oladi. U odatda 9 kuni SMS kelishini kutadi. Iyul oyida SMS kelmaydi. U ertalabdan bankka boradi, navbatda turadi, asabiylashadi. Aslida esa pul kechki payt yoki ertasi kuni tushishi belgilangan bo'ladi. Agar u bank ilovasini tekshirsa, karta muddati tugamaganini bilsa, pensiya bo'limidan jadvalni so'rasa, ortiqcha yugur bo'lmaydi. Mana shuning uchun men pensionerlarga va ularning farzandlariga doim aytaman. Birinchi navbatda ma'lumotni tekshiring, keyin xulosa qiling. Yana bir vaziyat. Ayol kishi boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini farzandi nomidan oladi. U pulni har oy maktab xarajatlari, oziq-ovqat va ijara uchun ishlatadi. Jadval o'zgarsa, u ijara to'lovini kechiktirishi mumkin. Uy egasi esa bunga tushunmasligi mumkin. Shuning uchun bunday oilalar to'lov kuni siljishi ehtimolini oldindan inobatga olishi va zarur bo'lsa, uy egasiga iyulda pensiya jadvali yangilangan, to'lovim falon sanada tushishi mumkin deb aytib qo'yish kerak. Endi eng ko'p uchraydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, jadval hamma uchun bir xil bo'lmasligi mumkin. Odamlar ko'pincha qo'shnisidan so'raydi. Senga tushdimi? Qo'shnisi ha, tushdi desa, o'zi vahimaga tushadi. Lekin siz bilan qo'shningizning to'lov usuli, banki, mahallasi, pensiya turi, hujjat holati yoki ro'yxatdagi sanasi boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shniga qarab emas, o'zingizning holatingiz bo'yicha tekshirish kerak. Ikkinchi nozik masala, dam olish kunlari. Agar pensiya kuni shanba yoki yakshanbaga to'g'ri kelsa, to'lov oldinroq yoki keyinroq amalga oshirilishi mumkin. Bu hudud va tizim tartibiga bog'liq. Masalan, sizning odatiy kuningiz 12 sana bo'lsa, lekin u yakshanbaga to'g'ri kelsa, pul 12 kuni tushishi ham mumkin. 14 kuni tushishi ham mumkin. Shuning uchun aynan iyul oyida kalendarga qarab reja qilish juda muhim. Uchinchi nozik masala, bank kartasi muddati. Juda ko'p pensionerlar kartasining muddati tugaganini sezmaydi. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar karta muddati iyun oyida tugagan bo'lsa, iyuldagi pensiya o'tkazmasida muammo chiqishi mumkin. Pul hisob raqamga kelgan bo'lishi mumkin. Lekin karta orqali ishlatish imkoni bo'lmasligi mumkin. Bunday holatda bankka borib, kartani yangilash kerak. Men tavsiya qilaman, farzandlar ota-onasining kartasini oldindan tekshirib qo'ysin. 4-nozik masala. Ishonchnoma orqali pensiya olish. Ayrim pensionerlar kasalligi, yoshi yoki safarda bo'lgani sababli pensiyasini farzandi yoki yaqin qarindoshi orqali oladi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, pochta yoki bank pulni bermasligi mumkin. Bu ularning yomonligi emas, bu qonuniy tartib. Chunki pul egasining huquqi himoya qilinishi kerak. Shuning uchun ishonchnomaning muddati, notarial tasdiqlanganligi va undagi vakolatlar albatta tekshirilishi kerak. 5-nozik masala, pensioner tirikligini tasdiqlash yoki yashash holati bo'yicha aniqlashtirish. Ayrim holatlarda, ayniqsa uzoq muddat pensiyani shaxsan olmagan, chet elga chiqqan yoki manzili o'zgargan
pensionerlar bo'yicha qo'shimcha tekshiruv bo'lishi mumkin. Bu odatda pulni noqonuniy olishning oldini olish uchun qilinadi. Agar siz qonuniy pensiya oluvchi bo'lsangiz, bundan qo'rqish shart emas. Faqat kerakli hujjatlarni olib tegishli joyga murojaat qilasiz. 6-nozik masala firibgarlar. Jadval o'zgargan paytda odamlar xavotirda bo'ladi. Firibgarlar esa aynan shunday vaziyatdan foydalanadi. Sizga telefon qilib, pensiyangiz kechikmasligi uchun karta raqamingizni, SMS kodni, pasport ma'lumotini ayting desa hech qachon aytmang. Bank ham, pensiya organi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir men pulingizni tezlashtirib beraman, buning uchun falon so'm yuboring desa, bu ham firibgarlik bo'lishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Pensiya masalasida faqat rasmiy idora, bank filiali, pochta bo'limi yoki ishonchli rasmiy aloqa kanallari orqali ish tuting. 7-nozik masala. Pensiya miqdori bilan jadvalni aralashtirib yubormaslik. Ba'zi odamlar jadval o'zgardi degan gapni pul miqdori o'zgardi deb tushunadi. Jadval o'zgarishi pensiya summasi avtomatik kamaydi degani emas. Agar siz odatda 1.500.000 so'm olgan bo'lsangiz, jadval o'zgardi deb 1 million olishingiz kerak degan qoida yo'q. Agar summa kamaygan bo'lsa, buning alohida sababi bo'lishi mumkin. Ortiqcha to'langan summani ushlab qolish hujjat qayta hisoblangani. Imtiyoz muddati tugagani yoki boshqa qonuniy asos. Bunday holatda albatta yozma tushuntirish talab qiling. 8-nozik masala. Bir oilada bir nechta pensiya oluvchi bo'lsa, masalan, o'ta yoshga doir pensiya oladi. Ona nogironlik pensiyasi oladi. Nevaraga boquvchini yo'qotgan nafaqasi tushadi. Ularning hammasi bir kunda tushishi shart emas. Har biri alohida reyestr, alohida to'lov turi, alohida hujjat asosida bo'lishi mumkin. Shuning uchun otamga tushdi, onamga tushmadi. Demak, muammo bor deb darhol xulosa qilmaslik kerak. Har birini alohida tekshirish zarur. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. O'zingizning odatiy pensiya kuningizni yozib qo'ying. Masalan, har oyning yakkayi sanasi. Keyin iyul oyida shu sana dam olish kuniga to'g'ri keladimi? Hududingizda jadval yangilangani haqida rasmiy xabar bormi? Shuni tekshiring. Buni mahalla, pochta bo'limi, bank yoki pensiya bo'limi orqali aniqlash mumkin. Ikkinchi qadam, pensiyani qaysi yo'l bilan olishingizni aniqlang. Agar pochta orqali olsangiz, o'zingizga biriktirilgan pochta bo'limi yoki pochtachidan jadvalni so'rang. Mening familiyam falon, mahallam falon, iyul oyida pensiya tarqatish sanam qaysi kun deb aniq so'rang. Umumiy gap bilan cheklanib qolmang. Aniq sana yoki taxminiy oralikni bilib oling. 3-qadam, bank kartasini tekshiring. Kartaning amal qilish muddatiga qarang. Telefon raqamingiz bankka ulanganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bank ilovasiga kira olyapsizmi? Shularni tekshiring. Agar karta yo'qolgan, bloklangan yoki muddati tugagan bo'lsa, bankka pasport bilan boring va kartani yangilang. Agar siz keksa bo'lsangiz va yolg'iz bo'lish qiyin bo'lsa, ishonchli farzandingiz yoki yaqin qarindoshingizdan yordam so'rang. 4-qadam. Hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Eng kerakli hujjatlar odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi. Ishonchnoma bo'lsa, uning asli. Nogironlik pensiyasi uchun tibbiy xulosa, manzil o'zgargan bo'lsa, ro'yxatdan o'tganlik ma'lumoti. Men har doim tavsiya qilaman, bularning nusxasini alohida papkada saqlang. Chunki pensiya masalasida hujjatni izlab sarson bo'lish eng ko'p uchraydigan muammo. 5-qadam, agar pul belgilangan sanadan keyin ham tushmasa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Avval bankdan yoki pochtadan to'lov kelganmi, kelmaganmi deb aniqlang. Agar ular bizga reyestr kelmagan desa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar reyestr bor, lekin hisobda muammo desa, bank muammoni ko'rib chiqishi kerak. Ya'ni muammo qayerda ekani ajrating. Pensiya organidami, bankdami, pochtadami yoki hujjatdami? 6-qadam, murojaat qilganda aniq va xotirjam gapiring. Masalan, men falonchi falonman, pasport raqamim falon. Pensiya turim yoshga doir pensiya. Odatda har oyning 7 sanasida olaman. Iyul oyida to'lov tushmadi. Sababini yozma yoki aniq og'zaki tushuntirib berishingizni so'rayman deb ayting. Agar kerak bo'lsa, arza yozing. Arizada sanani. Telefon raqamingizni, muammo mazmunini yozing. Har doim arizaning kirim raqamini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgini oling. 7-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Men buni alohida aytaman. Chunki ko'p pensionerlar telefon ilovasidan foydalana olmaydi. Bankomatdan qo'rqadi, idoraga borishga qiynaladi. Farzand sifatida
siz ota-onangizning pensiya kuni, karta muddati, hujjatlari, telefon raqami to'g'ri ulanganini tekshirib qo'ysangiz, juda katta muammoning oldini olasiz. Lekin bunda ham ehtiyot bo'ling. Ota-onangizning pulini ularning roziligisiz ishlatmang. Kartasini olib qo'yib, ularni qaram holatga solmang. Pensiya ularning qonuniy daromadi. 8-qadam qarz va to'lovlarni pensiya tushadigan birinchi kunga bog'lab qo'ymang. Agar imkon bo'lsa, kommunal to'lov, to'g'ri, bozorlik uchun kamida 5 kunlik zaxira reja qiling. Chunki jadval o'zgarishi, bankdagi texnik kechikish yoki dam olish kuni sababli pul bir necha kun kechikishi mumkin. Bu har doim ham katta muammo degani emas. Lekin tayyorgarlik bo'lsa, asab ham, vaqt ham, sog'liq ham saqlanadi. 9-qadam yolg'on xabarlarga ishonmang. Telegram guruhlarda, ko'chada, bozorda iyulda pensiya berilmas ekan. Hammaning puli kamayar ekan. Faqat ariza yozganlarga berarkan degan gaplar tarqalishi mumkin. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Har qanday bunday xabarni rasmiy manbadan tekshirmasdan turib ishonmang. Agar haqiqatan ham o'zgarish bo'lsa, u odatda rasmiy tartibda tushuntiriladi. Mish-mish esa odamni faqat sarosimaga soladi. 10-qadam, agar pensiya summangiz kamaygan bo'lsa, albatta sababini so'rang. Mayli shunday ekan deb ketib qolmang. Sizning haqqingiz bor. Nima uchun kamaydi? Qaysi qaror yoki hisob-kitob asosida kamaydi? Qancha muddat shunday bo'ladi? Qayta hisoblash mumkinmi? Buni bilishingiz kerak. Agar xatolik bo'lsa, uni tuzatish mumkin. Lekin xatolikni tuzatish uchun vaqtida murojaat qilish kerak. Xulosa qilib aytsam, iyul oyida pensiya olish jadvali qayta ko'rib chiqilgan bo'lsa, bu pensionerlar uchun juda muhim signal. Bu pensiya yo'qoladi degani emas. Lekin to'lov kuni, usuli yoki tartibida o'zgarish bo'lishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman, vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. O'z sanangizni tekshiring, kartangizni ko'ring, hujjatlaringizni tayyorlang. Kerak bo'lsa pochta, bank yoki pensiya bo'limiga murojaat qiling. Ayniqsa keksa ota-onasi bor farzandlar bu masalaga jiddiy qarasin. Chunki pensiya odam uchun pensiya oddiy pul emas. U dori-darmon, non, kommunal to'lov, hayotiy ehtiyoj degani. Bir kunlik kechikish ham ularning kayfiyati va sog'lig'iga ta'sir qiladi. Shuning uchun oldindan bilish, tekshirish va to'g'ri harakat qilish eng to'g'ri yo'l. Agar sizning hududingizda iyul pensiya jadvali o'zgargan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat, qaysi tuman, pensiya odatda qaysi sanada tushardi va hozir qanday o'zgarish bo'ldi. Bu boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Men esa siz uchun pensiya, nafaqa, imtiyoz va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni sodda qilib tushuntirishda davom etaman.